Assalomu alaykum. Vimpro dasturida hisobotlar bo'limi. Shaxsiy kabinetga kiring, hisobotlar bo'limiga o'ting. Hisobotlar bo'limi ochiladi. Bu bo'limda siz buyurtmalar holati, qarzdorlik hisoboti va yillik hisobotlardan foydalanishingiz mumkin. Vinproda buyurtmalar holati bo'limini ko'rib chiqamiz. Siz barcha buyurtmalarning joriy holatini kuzatib borishingiz mumkin. Filtrlar yordamida istalgan buyurtmani tezda qidirib topishingiz mumkin. Vinproda qarzdorlik hisobotini yuritish haqida. Qarzdorlik haqidagi ma'lumotlar grafik va jadval shaklida taqdim etiladi. Qarzlarning miqdori va muddatlarini nazorat qilib borishingiz mumkin. Vinproda yillik hisobotlar bo'limini ko'rib chiqamiz. Ma'lumotlarni grafik va jadval shaklida ko'rishingiz mumkin. Har bir oydagi moliyaviy ko'rsatkichlar dinamikasini kuzatib borishingiz mumkin. Ma'lumotlarni PDF yoki CSV formatida yuklab olish imkoniyati mavjud. Vinpro dasturidan foydalaning va biznesingizni yangi bosqichga olib chiqing.